Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir navbatdagi ko'rsatib bermoqchi bo'lgan mahorat darsimiz bu kech, kuz, qish paytlarida hayvonlarni, ya'ni og'ilxonalarda saqlanadigan hayvonlarni tashqi parazitlardan himoya qilish. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, mana plyonkalar bilan o'ralgan, ya'ni ko'pchilik O'zbekiston sharoitida masalan ochiq ayvonlarda yoki bo'lmasa derazali joylarda, ya'ni o'sha tirqishli joylarda plyonka bilan yopib qo'yamiz. Ya'ni o'sha hayvonlarni qishda sovuqdan saqlash maqsadida. Lekin buni o'ziga yarasha foydasi bilan birgalikda buni nu taraflari ham bor. Ya'ni bu tashqi pashshalarga yoki bo'lmasa bitlarga juda ham qulay sharoit yaratilgan bo'lib qoladi. Shuning uchun bularda unaqa tashqi parazitlardan, pashshalardan himoya qilish uchun bizda yaxshi preparatimiz bor. Ceflur preparati bu Ukraina Bravo Pharma kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, ustki tomondan qo'llanish uchun mo'ljallangan dori vositasi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi, ya'ni 10 ml maxsus idishlarda. Mazkur dori vositasi e'tibor beradigan bo'lsak, 10 ml ko'rinishda hamda mana dori vositasi hayvonni o'sha jek ikkala yon qismiga tomizdirilib chiqiladi. Ya'ni bitta 10 ml dorimiz o'rtacha 100 kilodan 300 kilogacha bo'lgan tirikvesli hayvonlar uchun foydalansa bo'linadi. Ya'ni mana shu hayvonlarda o'rtacha tirikvesi 250 kilo atrofida, 200-250 kilo atrofida. Demak, bunga bitta flakonda bemalol foydalansak bo'ladi. Mazkur dori vositasini o'zini maxsus ochadigan belgilangan joyi bor, ya'ni xuddi mana shu ko'rinishda burasak ochiladi hamda belgilangan tartibda, ya'ni bo'yin qismidan tortib jik ikkala yoniga tomizdirib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xuddi shu yo'sinda qolgan mollarimizga preparatni tomizdiramiz. Bu aytganimizdek 4-6 haftagacha bitta preparat, ya'ni bir marta ishlov berilgan holatda parazitlardan himoya qilinadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshi, eng sifatli zillarimiz salomat bo'ling.